Lekin yana numera deganga qimmatlab bermanglar to'yxonani. To'ychiligimiz kim bo'lasiz? To'ychining shu katta ismimning emmasi bo'laman. Bularga apasi bo'laman. Gelin kızımızla emmeleri. Xonsaroy to'yxonamiz yaptımı size? To'yxonamiz juda ajoyib. Har to'yda sho'rga kelib to'ylarimizni beramiz. Hamma sharoitlari yaxshi. Xizmatchilardan tartibli, to'ylarimizdan chiroyli, adabli bo'lib o'tadi shu yerda. Size ne olsaydı to'yxonamiz? Size emmez size? Yo'q, men emmamasi, men xolasi bo'laman. Xolajonisi gelin kızımızla. Yaptı mı to'yxonamiz? Xonsaroy to'yxona Nurida hamma sharoitlarga bir o'ng'ayli, ham chiroyli, gurlanda bir numera deng desak ham bo'ladi Xonsaroy to'yxonani. O'zim ham shaxsan farzandimning to'yini shu yerda berdim. Pullari da o'ng'ayli, hamma narsaga chiqib yog'dayli. I xalq tanlovi numera deng Xonsaroy. Ajoyib. Xonsaroy to'yxonasi siz ham tanlovda adashmang. Xonsaroy to'yxonamiz nima deydi? Respublikamizda nima yangilik chiqsa, shundan birinchi yapga to'yxonani to'ldiradi. Ana. Stel kursi bo'lsin, posuda bo'lsin, Ana. hammasini. Ajoyib Xonsaroy. Rahmat ishchilarga da, Xonsaroy rahbarlariga da, hammalarga katta rahmat. Chunki xalqni ta'minlab turibdi, xalqning ovullarni yengil etib turibdi. Lekin yana numera deganga qimmatlab bermanglar to'yxonani. Ajoyib, hammasi rahmat. Rahmat sizga. Ishchi xizmatchilarga da berna katta rahmat. Rahmat. Xudo xohlasa beshik to'ylarda. Xudo xolasa besh to'ylarda ham shu yerda aytamiz. Xudo xohlasa. Rahmat. To'ylarimiz bilan to'ylarga uylanib turibdi. Hamma to'yimiz Xudo xolasa shu yerga kelib o'tkazamiz degan niyatimiz bor. Shu niyatimizga yetib, shu to'yxonada kulib o'ynab ketsak, ketdik. Rahmat sizlarga yana Rahmat sizlarga da, Xudo xolasa.